videoni oxirigacha ko'rsanglar, Bekosiyo haqida fikringlar ozgina bo'lsa ham o'zgaradi. Ko'pchilik o'ylayotgan Bekosiyoda hammasi baquvvat ovqatlar debdi. Ya'ni moshkichiri, shilpildoq, qozon kabob, do'ng'izi. Yo'q, unaqa emas. Bizda mana shunaqa chiroyli zo'r salatlarimiz ham bor. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, mana shu videoda ko'rib turgan avokado salatinglar men o'zim shaxsan yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Chunki bu avokadoda bilasizlar, bu Amerika, Indoneziya taraflarida o'sadigan o'simlik, shunaqa mevalardan olib kelinadi. Bu import mahsulot hisoblanadi. Juda ham foydali elementlari ko'p. Ya'ni bunda vitamin A, C moddalari bor. Mana rukla o'simligi ham bizda hozir keng tarqalgan, hamma joyda hozir mana shu rukladan salatlar qilishyapti. Stracciatella sirlari, mana zaytun yog'lari bilan shunaqa qilib, chiroyli qilib tayyorlab mijozlarga tortiq qilamiz. Ilgari esinglarda bo'lsa, biz yoshligimizda faqatgina olivye, murskoy kapris, smak, mana shunaqa salatlar yeb katta bo'lganmiz. Hammasi mayonezli bo'lgan. Ko'p milliy taomlarda, restoranlarda salatlarning xilma-xilligi ko'payib ketdi. Nimaga? Chunki parhezda yurgan, dietada qilaman deb yurgan, ya'ni mana shu mayonezli salatlardan qochib foydali mahsulotlarni iste'mol qilaman deganlarga mana shunaqa chiroyli salatlarni har doim ko'p restoranlar tayyorlashyapti. Ayniqsa bizning Toshkentda hozir ertalab 2 mahal osh, kechqurun choyxona, quyuq ovqatlarni yeyishadi. Ana o'shuna quyuq ovqatlar yeyilgandan keyin hatto 3-4 kun bo'lsa ham mana shunaqa parhezli salatlarni yeyish kerak. Mana aynan mana shu o'rmon mevalari deymiz-da, shu salatimizni, buning ichida vitamin C ga boy, ya'ni immunitetni kuchaytiruvchi, hazmni yaxshilovchi, yurak qon tomirlari uchun foydali, ya'ni teri kasalliklariga, ya'ni masalan energiyani yaxshilaydi. Keyin bularda kaloriya kam. Mana shu ikki xil salatni men o'zim juda ham sevib iste'mol qilaman. Xudo xolasa, faqatgina og'ir ovqat emas, bundoqroq salatlardan yeb, ana parhezda yurib, diyetaga o'tgan mijozlarimiz bo'lsa, bemalol shu salatlarni buyurib, mazza qilib shu yerda o'tirib ketishinglarni xohlardik. Qani, shunaqa salatlarni yeymiz desanglar, Bekosiyoga marhamat.